Bunu bizning davlatimiz nayt teş aman, xalqimiz nayt bayashat yaşavatımız go. Ana bu urush davrlardamış, 2. Dünya urushida, ama taz tushunmasanglar kulmaysizlar ayımırni. Bu nemislar Rossiyaning ichki askarni esirga olibdi-da. Elib birisi yaman shashga, masalan bekam qo'shash, kallasi zudun ishlaydigan ekan-da. Birisi sal do'tarakka, toza kalla shash emas. Shashni jazo maydoniga kirib, "Amda boshqa cho'ng ish yo'q, seni o'ltirdigan ish va. Ikki xil o'ltirish usuli va o'zing tanla. Birisi otimiz, yana birisi tok o'rinda qilib o'tag'izmiz" debdi-ki. Aka, amda atgan bilan mush o'q chalib tegib qilib xaqni jutida g'iqildab jumayman. Nima ko'rsam ko'rdim, boy tok o'rinda qilib o'tag'iz etinglar meni. Kela deb tok o'rinda o'tag'izib, keyguvani shappi tushsa tok yo'q kedigina o'kini. Yaman ta'limga nima ekansa, mana burun qilanim dog' yesib, arqa uzilib ketsa, o'limni beshidan ko'tarib yetadi-ki, hozir tok yo'q. Seni hayot qoldirdik degankin, qin-qiniq patmay yayrab ketibdi bu. Ey, tok yo'q. Vay tokning yo'qi, hayot qoldim deb chip chiqib ketmasa, o do'tarakni akirib yetibdi-da jazo maydoniga. Shular bu aniga yordam qilib dab qo'yay deb ham uyat aniq tegilmaydi, bunda o'tib ketib, "Ya adash, tok yo'q-ga, tok." Nima deysa? Tok yo'q, tok yo'q. Zal qisangda tok yo'q. Sezmabdi o. Tok yo'qmi-ki? Kallangni ishlat, tok yo'q, tok yo'q. Avo tok bo'lmasa debdi kiribdi. Buni kirib, amda ikki xil o'ltirish usuli va o'zing tanla, birisi otimiz. Yani bir tok o'rinda qilib o'tag'iz etmiz desa, "Voy, tok yo'qkan qo'y bo'ldi, et etinglar meni" dedi.